Assalomu alaykum. Hozirda biz Kungaboqar maydonidamiz. Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki hamkorligida Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani Qishliq MFI 404-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Maydon hajmi 10 gektar. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar o'nib chiqqan holatida ekinlarni yetishtirish 150 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 11 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, har bir dehqon uchun o'rtacha 0,9 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Hasanov Rustam Mansurovich fermer xo'jaligi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 4 tonna, jami 44 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadlarini oshirish maqsad qilib qo'yilgan.